أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Bu 100. ayet. İlgirki ayetlerde hec meselesini nımkıldı, Kabe'nin meselesini de onundan başka nurgun ayetli bayan kılındı. Bunun hemmeden maksat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamberliğini ispatlaştığı ibaret. Ehli kitapla boğan münazirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamberliğini ispatlaştığı ibaret. Anda yukarı ayetlerde Kul ya ahlel kitab lima tekfurun, Kul ya ahlel kitab lima tasuddun mesela. Bunlarını eyipledi. Şunu ama bir şeydeki istifhamını biz tevbih dedik. Yani aşılı kayış, eyipleş, aşılı sökeşten ibaret. Yani muşunda enik ayetler, ispatlar, turuqluq, muşunda aklamızlar, tanımızlar, aklığa ağaçkerlerini tusamızlar deyip eyipledi. ثُمَّ نَهَا الْمُؤْمِنِينَ عَنِ اتِّبَاعِ هَؤُلَاءِ الصَّادِّينَ عَنْ سَبِيلِهِ. Andın müminlerini şu Yahud Nasara aldık, müminlerin yolunu tosuduğallağı ergeçmeslik için ulanı aşılar ergeçmanlar da tosap bunda hitap kıldı dedi. Ya eyyühellezine amenu in tuti'u fariqan minellezine utul kitabe yeruddukum ba'de imanikum kafirin. İman etqallar. Sizler kitap berilgenlerden bir grupka boysunsanlar, sizler iman etqandan keyin sizlarni kafir qilib قيل مر الشاس بن قيس اليهودي على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج في مجلس لهم يتحدثون. وسبب النزول ده من ده ديلبتو. Şas ibn Qays diyen Yahudi, bu anda Yahudilerin anda katvaçlarının birisi. Müslümanlığına zahirxandılık kılgan, 3 millik Yaman, eğir olgan bir Yahudi. Bu Medine'de şunda ketip Aus el-Khazraj'da ibaretmiş ensarlarının bir sorundan ötep kaptı. Ensarlar üzere paranlaşıp oturup çıkan. فَغَادَهُ تَحَدُّثُهُمْ وَتَأَلُّفُهُمْ. Ensarlarının üzere şunda ittifak, mundişip otağıllığı bunun açığını keltir dedi. فَأَمَرَ شَابَّ مِنَ الْيَهُودِ أَنْ يُذَكِّرَهُمْ يَوْمَ بُعَاثٍ لَعَلَّهُمْ يَغْضَبُونَ. Ulanı ittifak halatda paranlaşıp otağını görüp çidimay Yahudi'den bir yaş yigitne sen şu Avsulan Khazraj oturdu boğan uruş ceriyallarını tılgılıp şunda bir şu toğla gep çıkırıp koy deb buyurdu dedi. Yavma Buat degan burunqi Avsulan Khazraj oturdu boğan bir uruşning vaqali ekan. Şu boğan uruş, jang. Jangda boğan vaqalikni bir she'rni o'tirib chiqarib qo'ygan ekan. Bular ikki taraf burunqisini aslab adovat yani qo'zg'alib bir-biridan tutishib qolgan. Wa kana yawman iqtatalat fihi al-Aws wal-Khazraj. Mush yawm Buat degan Avsulan Khazraj urush qilgan bir kunda edi. وكان الظفر فيه للأوس ففعل. Bu urushda Aws g'alaba qilgan. Shundan bu Yahudi topshirgan bo'yicha shunda qildi. Shunun gapini chiqarib qo'yibdi. Fatanaza'al qawmu 'inda zalik. Shundan o'tag'an ansarlar agatni olgandikilar bir-biridan talash tortishibdi. Va qalu as-silah as-silah. Shunlar ochiq kelib, qillishib, urushib qilib, qurol chiqayli deb qurolga yugurgan. Ya'ni xalsanlar bak çalışqagan bo'lsa biz yana tutishib to'liqlasak bo'ldi deb u yerda urushmoqchi bo'lgan. Fabalagan nabiyya sallallohu alayhi vasallam bu vaqalik Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetgandan keyin faqaraja ilayhim fiman ma'ahu min al-muhajirin wal ansar. Endiki muhajir ansarlar bilan birga talashda chiqib qolgan ansarlarning qishig'i chiqdi. Faqala أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام وألف بينكم. Allah Teala İslam bilen izzetlab dilinlarni epleştirip, ittifaqlaştırıp, ayında qilgandan keyin men sizning aranglarda turvatsam taqa, bunda holatda yani sizlar jahiliyatning chaqiriqini to'lab juramsizlar demoqchi. Atadonal jahiliye bo'lsin ki abi da'val jahiliye degan bo'lsin. Nerede xato qilgan bo'lish ehtimoli bor. Abi da'val jahiliye va ana bayna azhurikum. Men sizning aranglar tursam taqa, men ketmasam, men turuqliq, ya'ni shu jahiliyatning chaqiriqini to'lab juramsizlar. Jahiliyatning chaqiriqi degan ashunda jahiliyatga xos qiliq ishlarni. Ana bir-birlan baka qiziqqanlik qilib gapni o'tiritamdi deb urushib ketadigan masalan.
yoki davul jahiliyaning yana bir turi, birisi o'lib ketsa Alloh deb yoqasini yitib, bunda har xil taqdirga norozi bo'lgan shaklda vaqirib yig'lash. Turli ekan bu davul jahiliya. فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان. نزغة degan ifsad degan. Ona ansarlar bu shaytonning buzg'unchiligi ekan deb tushunib yetib, fa'alqaw as-silah. Qur'onni asla tashlab. Va anaqa ba'duhum ba'dan bakin. Bir-biridan yig'ilgan holda quchoqlashibdi. Min ba'da an nazagha ash-shaytonu bayni va bayna ikhwati deb Qur'on. Va ma yanzaghanna kana ash-shayton nazghun fasta'id billah. Bu bakin yig'ilashgan holat. Bakin. Şunlarda ma'ya tushdi. Fa nazalatil aya. Wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Sizga Allohning oyatlari o'qilib tursa, Allohning rasuli aranglar tursa, qanday kafir bo'lib ketishlar? deb xuddamni bunda bo'lib ketishinglar mumkin emas bu degandek, hayron qolgandek. Va kayfa takfuruna ma'na al-istifham fihi al-inkar va at-ta'ajjub. Demak bu yerda bunda qilsangiz qat'iy bo'lmaydi deb inkor qilish va ajablanish va ay min ayna yatatarraqu alaykum al-kufr. Ya'ni sizlar qanday bu kufr singib kiralaydi degandek. Kep qoladi yani tatarraq degani. الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. تطرق. وأنتم تتلى عليكم آيات الله. سلرجة الله من آيات لك تلاوة قلنب توسع. halbuki enne ayatillahi ve hiyel Kur'anul mu'cizu tutla aleykum ala lisan Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gaddaten tariyeten. Halbuki Allah'ın ayetleri bu bolsa Kur'an-ı Kerim, mucize olan Kur'an-ı Kerim sizlerge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin tili arqılı yepyeni yumran yumşak halette yani yaş halette mujunda tilavat kılınıp turvatkan tursa siz qandan kafir olup ketişler. Gadda diyanmı yumran yumşak diyanmı, tari diyanmı yepyeni yumşak diyanmı. Çestey. Anda top konap kalmadı, konarap kalını yok. Lahmen tariyen de bağı Kur'an-ı Kerim'de. Ve fikum Resulü. Tehiyana aranlarda Allah'ın peygamber tusa ve beyne adhurikum diyen şu aranlardın. Beynekum diyen gibi. Adettim adahının doqa bir müde artıkçı bir söz mü abi? Aslında beynekum diyen gibi. Diken beynekum var mı? Arap'ın ustaında. Dündanların arasında da aynı işletiş var. Yani beyne adhurikum diyen beynekum diyen gibi. Aranlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tusa yunebbihukum ve ya'idukum sizler agahlandırıp sizler vaaz eytip ve yuzihu ankum şubahakum sizlerden kallanlık kep kalan şübhelerini yokutup ketkizütüp tusa dedin. Yuzih degen ketkizütüdür. Yani bu ve fikum Resulullah degen mahtap şu çağdaki sahabelerge ensarlığa kartılgan desek endi keyingi müminler çöre Resulullah aramızda bulmagan müminler bu kartılmagan demdi o. Bizim aramız yok da emdi Resulullah. Bunun arasında şuna menücürütte oturup kopap sözlep kıttı, vaziyet tuttu. Bizim aramız yok. Resulullah bulmagan Resulullah'ın nemesi bada? Demek Resulullah'ın bizge nispeten nimesi var? İş izleri var, sünneti var, hadisleri, toplaqlık, cemlerlik. Kur'an-ı Kerim manımanda yani şu gaddı tariyakşında alette hiç özgermege alette müzik olan da turğulaq. Bundan onken bizden aramızda Resulullah var deklam. Yani bu hitap am dep qalsak Resulullah'ın iş izleri bizden aramızda var. Peygamberlikinin izi var bizde. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Kimi ki Allah Teala'ya çın yepişip Allah'ın yolunu çın tutuyorken, dinini çın tutuyorken, kitabını çın tutuyorken o doğru yolga yeteklengen buludu. وَمَنْ يَتَمَسَّكْ بِدِينِهِ اَوْ بِكِتَابِهِ. Yani dinini çın tutuyorgan ya kitabını çın tutuyorgan. اَوْ وَحَطُّ اللّٰهُمْ عَلَى الْالْتِجَاءِ اِلَيْهِ لِدَفْعَ شُرُورِ الْكُفَّارِ وَمَكَايِدِهِمْ. Ya ki bu huddi aş müminlerini bir kızıktırıştı var. Yani sizler kafirlerin aşında toskulluk ya ki aşında cenkeşliklerden saklanışınlar, suikastlerden saklanışınlar için bu kitapka yani Allah Teala'nın dinine çın esnanlar da tergib kılışı ibaret etmiş. İkinci tefsir. Fakat hudiye ila sıratın mustakim. O doğru yolga yeteklengen buldu. Urşida ile dinil hak. Hak dinine yeteklengen. Hak din onu körüstülüp koyulgan. Şunu başlangan buldu. أو ومن يجعل ربه ملجأ ومفزعا عند الشبه يحفظه عن الشبه. Yani bundan tasdik kılındı.
Kimki Parvardigarni panogohi qilsa, mafzan degan qo'rqib ketgan chaqda o'zini atilgan joy qilsa, qachonsa unda shubha, har turli shubhalarga, ashunda kallasi o'tmaydigan ishlarga duch kelgan chaqda Alloh taologa esilsa, Alloh taolo uni unda shubhalardan saqlaydi deyilibdi. Bundan o'sha oyat orqali Yahudilar ko'zlagan buni ozdirmaymiz deb baqdiq bular. To'simiz deb qo'ldan deb baq. Xuddi sizlar bir kuchab ketmanglar. Allohning kitobi bor, Rasululloh bilan orasida sizning kuchab ketishinglar ancha farq qilmaydi. Musulmonlar unda aqldan to'slab qolmaydi. Siz urininglar bilan deb xuddi uni umidsizlandagandek bir nima. 102 oyat: Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun. Yanında iman etqanlar deb yani takrar xitob qildi. Bu takrar xitob qilish hozir xuddi mu'minlarni sharaflantirishdan iborat. Iman etqanlar shunday yaxshi odamlar sizlar demak. Yoki hamda iman etgan bo'lgandan keyin buni iman etganligini asl tutib turib, manda qilsanglar iman etganga loyiq ish bo'lmaydi deyishsa bor. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati. Yani xuddi Alloh taolaning haqiqiy ravishda taqvodorlik qilish ash iymonning taqozosi. Iymon etgandan keyin bunda qilish kerak degandek. Allohdan haqiqiy qo'rqinglar dedi. Vajibu taqvo, yani taqvodorlik qilish vojib bo'lgan shaklda ashunda taqvodorlik qilinglar. Va ma yahiqqu minha. Ashunda haq bo'lgan shaklda. Yani haqiqiy ravishda demakchi. Va huwa al-qiyamu bil vajibi wal ijtinabu anil maharim. Va haqiqiy qo'rqish degan nima desa, vajibatni buyurgan ishlarni qilish va harom qilgan narsadan yiroq turish. Va an Abdullah kimda? Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu huwa an yuta'a fala yu'sa. An Abdullah radhiyallohu anhu musha haqqa tuqati, taqvallahi haqqa tuqatini bunda tafsir qilgan. Bu asilik qilmay itoat qilish va yushkara fala yukfar, shukr qilmay shukr qilish va yuzkara fala yunsa. Unutib qolmay davomliq yad etib turish. Aw huwa an la ta'khudahu fillahi lawmata la'im. Yoki bundan tafsir qildim. Haqqa tuqati deganni Allah uchun, Allohning yo'lida, Alloh rozilik uchun ashunda bir ishni qilmoqchi bo'lgan chaqda qanday birisi bir tapamalamat ayiblaydigan to'siga ish o'ylab qolsa, uni parvo qilmaslik. Lawma degan shu tapamalamat qilish. Qanday birisining tapamalamati yoki uning kaishi yoki boshqa ayblashidan qo'rqmay haqni deyishsin. Va yaquma bil qist, ya'ni adillik qilish. Qist degan adillik. Walau ala nafsihi, ya'ni o'ziga ziyonlik bo'lgan ish bo'lsa-mu, urug' tuqqanlarga yo balchaqlarga ziyonlik ish bo'lsa-mu, adil bo'lish. Qur'on karimda bor, yana boshqa oyatda. Walau ala anfusikum aw al walidayn wal aqrabin. Demak, bu oyatni tafsir qilganda bo'libdi. وقيل لا يتقي الله عبد حق تقاته حتى يخزن لسانه. Bundan deyilibdi. Belki bu bazı zuhadlarning, mutasavviflarning tafsir bo'lishi mumkin. Banda taka shu tilini yig'ib, tilini so'lib o'tmoqchi, amba qachilib o'tmoqchi degandek. Bu haqiqiy Alloh taoladan qo'rqmoq bo'ladi. Vaizlar xil nima qilib baqiradi. وَالتُّقَاتُ مِنَ التَّقَى. Tuqat degan so'z qaysi fe'ldan turlangan? Ittaqadan. Ittaqa qanday bu irtaqatni bunda aylangan bu deyishim. Ittaqa degan fe'ldan. Yani ittaqa degan bir narsani dalda qildi degan. Ja'alahu viqaya. Shu taqvodorlik qilgan chaqda o'tmayadi bo'lsa, biz ashundan o'zimizni bir narsa dalda qilib, ashundan saqlanish degan bo'ladi. Taqvolik. Kattu'dati min itta'ada. Ta'ada degan fe'ldan tu'da deb kelgandek, tu'da degan bu o'zini tutuli, salmoqli, temkinlik degan bo'ldi. Asli bu tuqaning o'zgarmagan holati vuqiya. Tuqaning asli o'zgarmagan holati vuqiya. Buning vavni, vuqiya deganiki vavni tag o'zgartib, vuqiya deganiki yani alifga o'zgartib o'tgandan keyin shundan tuqat deb o'zgargan. Va la tamutunna illa va antum muslimun. Sizlar faqat musulmon holatingizda o'linglar, boshqa holat o'lasanmanglar. ولا تكونن على حال سوى حال الإسلام إذا أدرككم الموت. Sizga o'lim kelib qolgan chaqda islom holatidan boshqa holatda bo'lib qolmaysizlar. 103-oyat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Alloh taolaning ag'amchisiga ching yepishinglar. Hablillah mishada. Hablillahni nutda tamassaku bil Qur'on. Qur'onda tafsir qilib, Allohning ag'amchisi degan shu Qur'on debdi.
Qur'onni ching tutinglar demoqchi deydi. Nima uchun endi bu hablullohni Qur'onda tafsir qildingiz desa, liqavlihi sallallohu alayhi vasallam al-Qur'anu hablullohil matin. Qur'on Allohninki mustahkam arqini la tanqadi ajaibuhu. Uning ajoyibotlari tugab qolmaydi. Va la yaxlaqu an kasratir radd. Kasratir radd degan ko'p takrorlab o'qiyverish degan bo'ldi. Ko'p takrorlab o'qiyverishdan ko'nirib qolmaydi. Xalq degan ko'nirib qolganda deydi. As-sawbul xalq degan ko'ni kiyim degan. Man qala bihi sadaq. Kimki shu oyat bo'yicha so'z qilsa, rost aytgan bo'ldi. Va man amila bihi rashad. Kimki uningla amal qilsa, to'g'ri yo'lni topgan bo'ladi. Va man i'tasama bihi, kimki uningga yepsa, hudiya ila siratal mustaqim, to'g'ri yo'lga hidoyat qilingan bo'ladi debdi. Ana o'sha hablullohni Qur'on deb Hablullah Qur'on degan mushu tafsir Ibn Mas'uddan sahih sanad bilan rivoyat qilinibdi. Hablullahni boshqa tafsir qilganlar bor. Bu ahditda masalan. Ya'tasimu bihablillah yani ash ahdin ching tutinglar degan deb. Chunki ayat bir oyatda bihablim minallohi va hablim minan nas. Alloh taolaning ahdi va kishilarning ahdi degandek. Shunda iboratli bo'lg'achqa tafsir qilib qo'yildi. Lekin Ibn Mas'uddan kelgan sahih sanad bilan kelgan rivoyatda shu al-Qur'on jami'an halun min damir al-mukhatabina yani ashunga to'plashgan holatda demakchi. Ashunga yig'ilib demakchi. Al-mukhatabin i'tasimu degan sizlar degan ha. Sizlar Alloh taolaning arqiniga hammalar yig'ilib to'plashgan holatda yepishinglar. Vaqila tamassaku bi ijma'il umma. Ummatning ijma'ini ching tutinglarmi deb baqdi. Balki buni usuli ya fuqahalar deb baqgan bo'lsin. Daliluhu va la tafarraqu. Bu mushiqila degan so'zning dalili ijma'il umma. Ijma'ga ching yepishinglar deganning dalili va la tafarraqu degan ma ibora shu deydi. Asli va la tafarraqu degan mushuk ilgirki jumlaning yana bir takrar ta'kidlash iborat. Ya'tasimu bihablillahi jami'an degan yepishinglar ammo birlam uyushinglar degan gap shu, chesib ketmanglar degan gap shu. Lekin va la tafarraqu deb yana bir ta'kidlashmoq. Ay va la tatafarraqu yani va la taf'alu ma yakunu anhu at-tafarruq. Yani sizlar chechilib ketmanglar, bo'linib ketmanglar, tafriqchilik qiladigan ishni qilsanmanglar. Va yazulu ma'ul ijtima. Yani sizlarning to'plashinglar, uyushinglar yo'qolib ketadigan ishni qilsanmanglar deydi. Yoki أو ولا تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم كما اختلفت اليهود والنصارى. yoki sizlar o'zaro ixtiloflashib, aqlning qishidan cheshib ketib, Yahud Nasaralar anda firqa-firqalarga bo'linib ketgandek, sizlar bo'linib ketmanglar. Bu haqda bir hadis bor. Yahud Nasaralar 71 ga bo'lindi, sizlar 72 ga bo'linsizlar, birisi to'g'ri degandek. Demak, la tattabi'anna sunan man qablakum. Ashurun bo'lingan, sizlar bo'linsizlar degan mazmunda. Yani müşahede azdı. Ve la tatafarraqu degan anda bo'lishi mumkin degan gap shu. Mumkin bo'lg'achqa shuni to'satidir. Bo'linib ketmanglar. Aw kama kuntum mutafarriqina fil jahiliyyati yuharibu ba'dukum ba'da. Yoki jahiliyatda sizlar shunda bir-biringizlar urush turgan firqa holatdagidek unda bo'lib ketmanglar. Vazkuru ni'matallahi alaykum. Sizlar Allah Taala sizlarga ne'mat qilib bergan shu katta ne'matini eslanglar. İz kuntum a'daa, o'z vaqtida sizlar bir-biringizga dushmandinglar. Fa'allafa bayna qulubikum. Sizlar dushmandinglar, Alloh Taala sizlarning dillaringlarni aplashtirib, aranglarda unsi ulfat paydo qildi. Qarindosh qilyapti. Fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Shu bilan Alloh Taolaning ne'mati bilan sizlar qarindoshlar bo'lib ketdinglar. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. كانوا في الجاهلية بينهم العداوات والحروب. جاهلية أوس والخزرج نقطردا يعني عرب لا نقطردا نورغون أرشلا عداوات زديات لبوغان. فألف بين قلوبهم بالإسلام. Peygamber Aleyhisselam ivakligandan keyin Alloh taolo ularning dillarini islom bilan ulfatlaştirgan. Demak, o'sha ne'mat nima? بنعمته بالإسلام بالهداية والتأليف بالنبي بالرسول صلى الله عليه وسلم والحروب دينا أشندا يوم بعثنا ورشلره حرب البسوس بقول 120 yıl uruşupken 120 yıl uruşa turupken neticede Resulullah Medine'ye gelgendan keyin ondan bulu qarindoshlar ketib bilan urush to'xtab qolgan. Yahudilar shu ikki tarafga qurol satib bunda jambaq tugan gap. Fa bir hadisda وعنده جاريتان تغنيان بغناء بعاث. Resulullah'ın huzurda
Hazreti Ayşe Eid bayram kunida ikki qizchaq boz janglardagi qo'shoqlarni naqsh qilib aytibdi deb. Abu Bakr Sirab nima gap bu Rasulullohda mazamir shayton deb chiqishadi deb tegmavlarga deb Rasululloh tarafga qarab ketdi. Demak shu janglarda shunda aytilgan she'rlar qo'shoq. Qahramonlar janglarda qo'shoq o'qitdi. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الْمَحَبَّةَ فَتَحَابُوا وَصَارُوا إِخْوَانًا. Ularning dillariga sevgi muhabbat solgandan keyin bir-birini yaxshi ko'rishib, bular o'zaro qarindoshlar bo'lib ketdi. Va kuntum ala shafa hufratin minan nar. Sizlar o'tning yoki do'zaxning desak bo'ldi. Do'zaxning yoki o'tning ozgilining girvikiga kelib qolgantinglar deydi. Shafa degan girviki, livi yoki. Va kuntum mushfina ala an taqa'u fi nar jahannam. Yoki mushrifina, ya'ni sizlar do'zax o'tiga tushib ketay deb qolgantinglar deydi. Ay qirg'oqqa leviga kelib qolgantinglar. Lima kuntum alayhi minal kufr. Chunki sizlar shu kufr holatida bo'lg'achqa do'zax o'tiga tushib ketay deb qolgantinglar. Fa anqadakum minha. Shundan Alloh taolo sizlarni islom orqali, Muhammad sallallohu alayhi vasallamni ivadish orqali, Qur'onni nozil qilish orqali sizlarni shu do'zax o'tidan qutuldi. Yani do'zax o'tidan nima? Urushning o'tidan desam bo'ldi endi. O'zaro qirg'inchilik o'tidan desam bo'ldi. Lekin yani do'zax o'tidan desa bakrak. Va huwa raddun alal mu'tazilati. Mush oyatda mu'tazilaning qarashiga raddiya bor edi. Fa indahum humul ladina yunqiduna anfusahum lallahu ta'ala. Chunki mu'tazila mas'alati xalqul af'al da al-abd yakhluq af'alahu al-ikhtiyariyya deydi. Demak bu bir xil qadariyya endi. Bunda deydi. Uyadan fa anqadakum minha dedimi? Yani hamma ishni xuddi Alloh taolo qilib bergandek hozir. Banda qilmay Alloh taolo qilib bergandek bo'ldi-ku. Nonga bizga dalil demoqchiman. Ma ahli sunna yoki ash'ira ya maturidiya qarashkilar bizning mu'tazil qarshi mush xalqul af'al masalasida dalilimiz bo'la oladi dedi. Amaliyotda hamda xalqul af'al masalasida bu ash'ira maturidiya bo'la balki ya unda ya bunda nima o'ttirdi qilib buni ya bende kasb bo'ldi deb kasb degan bir so'zni chiqargan. Lekin kasb degan so'z yani onu bir xil boshqa bir ismni atashda iborat. Undan u odam to'liq qanoatlanib ko'ngli aram topadigan bir narsa. Qur'ondir ag'am bular shu kasb degan so'zni. Ag'am bilan u Qur'onda shunda 50% nimada kelgan oyatning ag'am bo'lishi mumkin. Lekin kasb deganda masalan banda o'zi tanlaydi alam najallahu aynayn va lisanahu an-najdayn andın men sha'a falyu'min va men sha'a falyakfur masalan. Bunun baş nurur var yani insanның o'zi tanlab banda qildiganligi to'g'riliq ayli bor. Yani bu insanның o'zining tanlashi bilan nima qildiganligida umumiy talashda qilsak bo'lmaydi sizda. Ondan yana birisi Alloh taoloning bu banda o'zi tanlab qilgan ishlar bor. Alloh taoloning uningdan sirt yana o'zi xalqlam qilib o'tadigan u ish bor. Davomki ikkisi hozir bir-birini to'liqlaydigan narsa. Ayma 50% narsani ko'rablam zodi hamma narsa bundalam bo'ldi deb turasizmi? Yani bendimi o'z haqqarini tanlab, haqdib o'zining ixtiyori bilan qiladi. Shu iyyaka na'budu dedi. Benda shu tanlab ibodat qilar, iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in degancha, ya'ni senmi bizning inda ba'zisini endi qildigan, endi qutqizib qo'ydigan, yetaklaydigan, endi ishlar bor. Shunda biz yordam tilaymiz degan. Yo'q, bendimi o'zi tanlab qildigan ishlar bor. Umuman sirt yana Alloh taolo shunda uyan bilan qildigan ishlar bor. Bendining qillig'ini Alloh taolo yaratgan dersin. Oxirida banda ammani Alloh taolo yaratgan desak bo'ldi. Allohu xalaqakum va ma ta'malun deb. Lekin mishada bendida bir tanlash bor. Mu'tazilada mutlaq ixtiyorlik insonda bor, Maturidi juz'iy ixtiyorlik bor. Bir adam Alloh taolo namoz o'qigan bo'lsa, Alloh taolo shu qudratni ta'alluq taqizdi, Alloh taolo qudratni birdi. Bende qudratni qilishi Allohning qudrati bilan ta'alluq deb shosli bo'ldi deb qaraydi. Shu hamda kalamchilar bu ishni cho'nqur kirib, uni odatda bir musulmonman deb tushunib ketmaydigan, kalamchilarni ters tushunadigan, murakkab oyinda bir narsaga aylantiradi. Bu Allohning dinasi unda murakkab bo'lmasi kerak. Demak, inson o'zi tanlab ya u yo'lga ya bu yo'lga manish ixtiyorligi bor, o'zi undan bir narsani qiladi. Ya buni Alloh taolo burun ayında taqdir qilgan, Alloh taolo burun bilgan, bu boshqa masala. Lekin inson o'zi bir narsa tanlab qila oladi. Tanlab qiladigan bo'lg'achqa shuningga jazo mukofot bor. Bo'lmasa jazo mukofot bo'lmaydi.
Lekin tanlab qiladigan holatdimi yana Alloh taolo yana shunday qiladigan ishlim bor. Har ikkisi bor. Shuna masalan insonlarning tirishib bunda sabab qilsa, sabab bilan rizq berdi deymizmi? Alloh taolo sabablarni berdi, sababsizmi berdi. Buni endi tushunsak bo'ldi. Cho'nqurlab kalamchilarning gapiga shirkatsak, oxirida o'zimiz yana qaymoqib gangrab qolamiz. Shu iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Yani biz shu o'zimiz tanlab sen ibodatmi qilamiz? Ya'ni sendan shunda favqulodda bizni bunda bir u ham bilan obdan qildiradigan bir yordamni tilaymiz demoqchi. Alloh taolaning insonning o'zining tanlashidan boshqa yana bir qo'ydigan ishlari bo'lgan ekan, ikkinchi jumlagan. Fa anqadakum minha bil islam. Alloh taolo shu adovat, urush, bir-birini qirg'inchilik qilish ashulardan do'zax tushib ketishdan islom orqali, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam orqali, Qur'on orqali qutqizdi dedi. Albatta unda qutqizdi, lekin shu sahoba kiramlarmi o'sha haqni tunib, o'zi iymon etib, Rasulullohga yepishib, nima qilganlarim bor-ku? Demak, bir-birlarida chetishib. Wa damiru lil hufrati aw lin nar aw lish shafa minha fa anqadhakum minha deganki damir shu azgaldan deyishi mumkin, yoki o'tdan deyishi mumkin, yoki girvakdan deyishi mumkin. Wa unnisa li idafatihi ila al-hufra. Anning uchun shafa degan so'zni akab bo'lgandan keyin minhu demay minha dedi. Chunki shafa hufra degan ekan, azgal muannas keldi. Kelgankin azgalning girvaki bo'lgandan keyin bu muannasning girvaki. Undan keyin shu muannas iborat so'zda demoqchi. Bu shafa deganga qaytadi desak shunda. Lekin hufra qaytadi desa muannas bo'ldi, mazakir bu joy shu. Wa shafal hufrati harfuha. Unda bu azgalning o'rakninki shafasi degan nima degan bo'ldi? Girvaki, levi degan. Harfi degan girvak. Walamuha wawun. Bu shafa degan so'zning fa'ala desak masalan lam harfining o'rnida turgan 3-harfi shafa degan alif deydi masalan. Bu asli degan vav deydi. Shafawa deganlik, ha? Nima uchun vav esa falihada yusanna shafawan. Shuna ikki girvak deb qolsak shafawan deymiz. Shafa'an demaymiz. Shu ba'zi so'zlarni masalan masdarga ya mudarab qaytursak ya tasg'ir qildirsak turlangan fe'lning asli sigini uqulda emasmi? Mana musanna qilsak vav degan mana deb chiqdi deydi. Kadalik ana shuningdek yuqorida shunda roz to'liq bayon qilingandek yubayyinullohu lakum ayati. Alloh taolo sizlarga oyatlarni aniq bayon qilib berdi. Oyatning maqsadi ekan al-Qur'on allazi fihi amrun va nahyun va va'd va va'idun. Buyruq bilan cheklash, tahdid bilan va'dini o'z ichiga olgan mush Qur'onni aniq bayon qilib berdi. Lekin mo'jizalarni, dalil faktlarni desak bo'ldi. Oyat degan. La'allakum tahtadun, balki sizlar hidoyat topib qolasizlar. Litakunu ala rijal hidayah. Ya'ni hidoyatni umid qilgan holatda bo'lasizlar. Aw litahtadu bihi lis-sawab. Yoki shu orqali to'g'riga yetib borasizlar. Va ma yunalu bihi savab. Savobga erishadigan narsalarga yetib bora olasizlar balki. Yoki hidoyatda davomli bo'lishinglar uchun desak bo'ldi. Chunki ya yo'lladina amanu dedi-ku. Undan keyin izchil hidoyat ustida tavrmay turishinglar uchun, ya'ni hidoyatda taxmo ishinglar uchun. Ana 104-oyat وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ dedi. İlgirki ayette Kur'an için yapışınlar, bunda ümlük ittifaqlıqni saqlanglar, tafriqchilik qilmanglar deb nima qilgandan keyin yuqorqi oyatda o'zini o'ngshashga buyurgandan keyin endi hozir ma oyatda sen o'zingni o'ngshgandan keyin boshqalarni o'ngshashga tirishishing kerak demoqchi. Yani sizlardan yaxshilikqa chaqiradigan, yaxshilik buyuradigan, yomonlikdan to'sadigan bir guruh kishilar bo'lish kerak, bir jamoat bo'lish kerak deydi. Hamda ma'ruf deganni Imom Nasafiy unda tafsir qildi. Bimastahsanahu ash-shar'u wal aql. Ma'ruf degan shariat va aql yaxshi, chiroyli deb qaragan narsa. Bu xuddi yani Mu'tazilaga raddiya berayotgandek. Chunki Mu'tazilaning nazarida al-hasan ma hasanahu al-aql wal qubhu ma qabbahahu al-aql. Lekin Ahlus-Sunnah nazarida al-hasan ma hasanahu ash-shar'u wal aql wa yanhauna 'anil munkar. Yani munkardan to'silgan. Amma istaqbahahu ash-shar'u wal aql. Munkar deganni shariat va aql qabih deb qaragan narsa. İkinci tafsirde el ma'rufu ma wafaqa al-kitaba was-sunnata wal-munkaru ma khalafahuma. Bunda desin buldu. Ma'ruf degan
Qur'on hadisga udilkagan narsa, munkar degan Qur'on hadisga zidkagan narsa. Yoki avval ma'ruf at-ta'at va munkaru al-ma'asi. Yoki ma'ruf degan taatlar bo'lishi mumkin, munkar degan ma'siyatlar bo'lishi mumkin. Umma degan so'z valtakum minkum ummatun degandiki mush umma as-amma degan qasada degan. Imam, ma'mum ya ummul bayt degizgo, ya'ni qasada degan amma. Undaqda umma degan bir narsani maqsad qiladigan bir guruh degan. Yoki bir payg'ambarga ergashadigan bir guruh, masalan. Yani ummatdan onun başqa ma'nolari bor. Inna Ibrohima kana umma desa, kana qudva. Yoki bunday desak bo'ladi. Inna Ibrohima kana umma, yolg'iz bir Ibrohim bir ummatdi. Yani bir ummatning ishini qilgan odamda, bir ummatdek ajumda vazni va katta zot degan bo'lishi mumkin. Yoki qudva desak bo'ladi. Yani undan boshqa zaman, har turli ma'no va dakara ba'da umma, ba'da fatra, ba'da zaman degan bo'ladi. والدعاء للخير عام في التكاليف بين الافعال والتروك. Yani yaxshilikka chaqirish degan butun ish harakatda umum deydi. Yani ma'ni qil degan bo'lsin, ma'ni qilma, tashla degan mazmunda bo'lsin, har qanday ishda umum deydi. Yani fil ma'murat val manhiyat demakchi, xayr degan. Yani bunda desak bo'ldi. Dunyo ishlarida bo'lsin, oxirat ishlarida bo'lsin, hammaga umum. Yaduna lil khayr. Ahiret işi münasebesi mesela ya maşinni manda aytsan çatak çıkıdı deb manda qilma deb bizga dunyoviy bir ishni yo'l ko'rsatsa-mu, bu yadonali xayr bo'ldi. Axiratlik ish bo'lsa-mu, manda qilsang gunoh, ya mana shuni savob desa, uni xayr bo'ldi. Nima shunda bir umumni bildi, ilal xayr dedi. Al xayr bo'lgan ekan am va ma utifa alayhi khasun. Andan undan keyin kelib atf qilingan jumla xas. Val takum minkum ummati yad'una ilal xayr va ya'muruna bil ma'ruf. Va ya'muruna bil ma'ruf bu xas. Va yanhauna anil munkar. Bu xas. Lekin xayr degan-cho munkar ma'rufga munosabatsiz yana yaxshi ishli bo'lsa, hammaga chaqirishni o'z ichiga oladi. Va min litab'id. Min degan val takum minkum degan min bu bir qismini bildirgan men deb. Yani sizlardan bir guruh, hammalar emas, bir guruh bunda bo'lsin demak. Val takum minkum ummatu yad'una lil khayr. Sizlarning bir qisminglar demakchi deydi. Yanal amra bil ma'ruf va nahy anil munkar min furudil kifaya. Chunki amr ma'ruf, nahy anil munkar degan fardi kifaya ish. Iza qama bihi al ba'd saqata anil baqin. Yani bu amr ma'ruf va nahy anil munkar min furudil kifaya deganda olimlar isbot. Agar fardi ayn bo'lsa qanday bo'ladi? Hammaning gardida shunda qilmish bo'lmaydi. Nima uchun bu bir qismiga vojib? Nima uchun deganchaqda amr ma'ruf qilish uchun bilim kerak. Hammadan unda bilimlik emas. Uning shartlari bor. U shartlarni hammadan unda to'liqlab bo'lmaydi. Mana wali'annahu la yasluhu lahu illa man alima bil ma'ruf wal munkari wa alima kayfa yurattibu al amra fi iqamati mana. Chunki ash amr ma'ruf ishlarga faqatlam ma'rufni bilgan, munkarni bilgan va ikkisini o'ttirda endi avlaviyatni masalan yoki qonun bakrak ahamiyat berish degandek o'ttirdiki tartibni obdan bilgan odam undan amr ma'ruf va nahy anil munkar qila oladi. Shuni yaraydi deydi. Bo'lmasa buni bilmagan odam, bilimsiz odam amr ma'ruf va nahy anil munkar qilaman deb qalsa nima bo'lishi mumkin? Odatdagi bir mustahab ish uchun balki nurg'un qon to'kadigan ishni keltirib chiqarish mumkin yoki ma'rufni uqmay to'sab qilish mumkin. Masalan, ba'zi sunnatlar bordi, unda diniy o'quvchilar bildigancha, endi avom xalqdan bilsa, unda kitobni o'qib boqmay xabarsiz bo'lgan bo'lsa, bir sunnatni qilayotgan odamni ko'rib, bu munkar deb o'ylab qilib bilmaganlik uchun uni to'sab qilish mumkin. Amaliyotda munkar emas. Bizning diyorimizda endi xalqlar ko'nmagan sunnatlarni chiqargan odamni to'sab qo'yganlar bor yoki masjiddan urib chiqaradiganlar tillab. Shunga o'xshash. Buning uchun bilim kerak buningga. Ondan fiqh avliyat lozim. Kichik bir munkarni to'saman deb yo'q, munkardan biz paydo bo'lib qolsa, u chataq. Fa innahu yabda'u bis-sahl. Chunki mana oson, qulay, kichik ishlardan boshlaymiz. Fa illam yanfa u bo'lmasa taraqqa ila sa'b. Chungroq, qiyroq ishlarga andi yetkazmaz. Masalan, qala Alloh taala fa aslihu baynahuma dedi. Surah Hujuratda qarindishlar bir-birlarini urushib qolsa, fa aslihu baynahuma dedi. Summa qala faqatilu. Agar unumay turoldiganlar bo'lib qolsa, undan urushinglar. Baştadan faqatilu dedi. Bundan bunda tadrijiy chiqadigan ish bu. Bu tadrijiy qadamlarni o'qimagan, bilmagan odamlar bilmaydi. Uzunlar shu faqatiludan boshlab qilish mumkin. Demak, bu amr ma'rufning endi shartlari va ish endi bu.
ev lit-tabyin minkum deganki minni birinchi tafsirda lit-tab'id dedi. İkinci tafsirda lit-tabyin ya'ni bu xuddi mush ummat hozir kimdan tarkib topgan deganni bayon qilib qo'yishdi. Minkum sizlardan bo'lsin, boshqa odamdan emas, sizlardan bir guruh bo'lish kerak degandir. Ay va kunu ummatan ta'murun. Yani sizlar shunda ummat bo'linglar demoqchi. Ka qavli ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Mana bu oyatda lit-tabyin deganga bunda dalolat bor demoqchi. Sizlar shunda ummat bo'linglar deganga. Yani bir qisminglar emas, sizlar umum sizlarning gavdanglar, jamoatinglar unda bo'lsin demoqchi. Lit-tabyin desa umumlikni bildirish mumkin. Lekin lit-tab'id desa bir qismiga. Endi o chaqda umumlikni bildirdi desa-chi, ash avam xalqmo o'ziga aniq bo'lgan anda ishilda, masalan biz dumbalab urayotgan bo'lsa, umma bunda qimmat deyish kerak. Faraq ishgan bo'lsa, ishma deyish kerak. Ashunda ishilda hammadan o'zi bildigan, aniq o'ziga aniq bo'lgan ishlarda endi amr ma'ruf qilsa bo'ldi degan gap chiqdi. Va ulaika humul muflihun. Ana shular, ya'ni yuqorida shunda sifatlanganlar, amr ma'ruf qildiganlar, humul muflihun. Ashular nijatga erishadiganlardir dedi. Boshqalar erishmaydi. Ashular shu nijatga erishadiganlar ashular. Undan boshqa yo'q. Ya'ni bu nima hasr? Hum al-muflihun. Ay humul akhissa'u bil falah. Ya'ni nijatga erishishga xos bo'lganlar shular. Al-falah al-kamil, to'liq nijatga erishadiganlar. قال صلى الله عليه وسلم من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه. مش حديث تام ده bu aciz hadis bo'lish kerak. Kimki yaxshi buyurib, yomon ishdan to'sab qilsa, u Alloh taolaning zimindagi xalifasidir, rasullarning xalifasidir, kitobining xalifasidir debdi. Buni zada ajizlik chiqib turdi nima hadisning lafzidan. وعن علي رضي الله عنه أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Jihadning eng afzali amr ma'ruf va nahy anil munkar degan so'zi rivoyat qilindi Ali radhiyallohu anhu. Demak bu amr ma'ruf va nahy anil munkarning shartlarini shu ba'zi hadis kitoblardan, ya'ni boshqa nimalardan, da'vat kitoblarida tafsili to'xtalib o'tdi. 105-oyat va la takunu kallazina tafarraqu va ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat va ulaika lahum azabun azim. Ya'ni sizlar iymon etganlar bir-birlariga adovatlashib, necha firqaga bo'linib ketganlardek bo'lib qolmanglar. Bo'linib ketib, endi ixtiloflashganlardek bo'lib ketmanglar. Ixtiloflashmishada fiddiyana va humul yahud. Yani dinida, asos aqidalarda, dinning yiltizlarida ixtiloflashib ketgan. Ular bo'lsin yahudilar, nasaralar mana. Fa innahum ixtalafu va kaffara ba'duhum ba'da. Chunki ular o'zaro ixtiloflashib bir-birini kafirga chiqargan. Demak, bu yerda fiddiyana deb qolsa, shu fil usul demakcha. Yoki bunday desak bo'ldi. Aniq Alloh taoladan va payg'ambardan ko'rsatma kelgan masalada ixtiloflashmanglar. Ya'ni far'iy nas bo'lib qolsa-mu, aniq oyat hadis kelgan bo'lsa, ixtiloflashmanglar. Usul bilan ixtiloflashmang degan gap emas. Far'iy nas bo'lsa-mu, aniq oyat hadis kelgan bo'lsa, ixtiloflashmanglar. Min ba'd ma ja'ahumul bayinat. Ularga aniq pakit dalillar kelgandan keyin, aniq pakit dalillar nima? Tavrat, İncil, Qur'on, ashuli kelgandan keyin ixtiloflashganlarlik bo'lmanglar. Al-mujibati lil-ittifaqi ala kalimatin wahidatin va hiya kalimatul haq. Shu bayinat haq bir so'zga ittifoq qilishni vojib qiladigan dalillar dedi. Haq so'zga ittifoq keltiradigan dalillar shu dedi. Va ulaika lahum azabun azim. Ana shularga Aynda tafarraqu va ixtalafu deganlarga azabun azim, ig'ir qattiq azob bor deydi. Ya'ni bu xuddi nima vaid. Ashundalarga unda azob bor, unda shunga o'xshab qolganligimi bor. Va la takunu zug'a, ular o'xshab qolmanglar. Chunki alga unda azob bor. Siz o'xshab qolsanglar, innakum idzam misluhum. Sizlarga o'xshashanda ig'ir azob bo'ladi. 106-oyat. Yawma tabyaddu wujuhu va taswaddu wujuh. Şu kunda, yoki shunda bir kunni asliginki, u kunda yuzlar oqirib ketadi. Ya'ni mu'minlarning yuzlari. Biz-zarfi va huwa lahum. Va nusiba yawma biz-zarf demak. Ash yawma degan mush so'z mansub bo'ldi deydi. Nima bilan? Zarf bilan. Bu zarf nima ekan? Lahum bilan deydi. Ya lahum degan so'zda bir istiqror ma'nosi bor. Lahum azabun azim dedi-ku. Ularga endi ig'ir azob bor ekan. Mush azobdonlik bo'lib turgandek, muqimdil ketgan. Mush muqimdalga mush azob qachon?
desa shunda bir kundiki demakchi. Undan keyin yawm hadi zarf. Zarf zamon bo'ldi. Zarf zamon bo'lgan ekan u mansub bo'ladi. Agar shu mansub qilib aytgan narsa nima desa lahum degan so'z. Chunki kan yani istaqarra degan ma'nosi ham shadi demakchi. Au bi'azim yoki ig'ir, cho'ng, azabba, mushu cho'ng narsa qachon desa shu yawm demakchi. Au bizkuru yoki ayada uzkuru ni'matallahi alaykum dedi-ku. Ay uzkuru bilan nimani aslanlarsa yawma. Yawma tabaddujuh degan shunda bir kunni aslanlar degan bo'lishi mumkin. Yoki uzkurni taqdir qilsam bo'ldi. Uzkur yawma tabaddujuh degandek-ku. Va taswaddujuh yana ba'zi yuzlar qarib ketgan, ba'zi yuzlar oqib ketgan, ba'zi yuzlar qarib ketgan kunni aslanlar. Qarib ketgan yuzlar kafirlarning yuzlari. Wal bayadu minan nuri was sawadu minaz zulma. Oqliq degan nurdan, nur yig'ib turgandan keyin endi oqirib ketgan bo'ldi. Qarilik degan qorong'ulikdan deydi. Ya'ni bu yerga hozir oqliq bilan qarilik haqiqiy ma'nosi bo'lishi mumkin. Ras oq nurani. Aning chiroyi yana bir aytib tarhaquha qatara. Qatara degan ma'noda qarib ketganini bildirdi. Davomga o'sha ras shunda oq qara degan nima bor demakchi. Yoki oq qora bo'lishning lozimi oq qora bo'lish bilan birlikilgan narsa nima? Nurani bo'lsa, yani xushallik, ne'mat, huzur, halovat bo'lishi mumkin. Qarib ketish degan endi azob, kuyab, puchulib ketgan masalan. Shunday narsa bo'lib mumkin. Fa ammal ladina swaddat wujuhum. Endi aqirib ketganlar, qarib ketganlar deb, qarib ketganlardan boshladi. Aqirib ketganlardan boshladi. Nima uchun? Ve müşahede hazır yüzü aqirib ketganlar, yüzü qarib ketganlar ishki guruhni dedi. Endi fa ammal ladina swaddat wujuhum deb shunun tafsilotiga o'tadi endi. Başta aqirib ketganlar başida, endi bunda qari yüzü qara qilib boshlaymiz. Yani tartib bo'yicha bo'lsa, başta zikr qilganni başta bayon qilish kerak-ku. Avvaldan targ'ib bor, arqamda bir. Yani targ'ibdan boshladi-ku. Targ'ibdan boshlab qo'ydi. Balki hamda eng oxir qatimda bayon qilgani tasavvur emasmi? Şu en yakınından başlatken bu. Mümkün. Femmellezine sveddat wujuhum tafsilatı gelsek bunu bunda bayan qilsak demek. Yüzü qarab ketganlar bo'lsa, fayqalu lahum akafartum ba'da imanikum. Siz iman etgandan keyin kafir bo'lib ketdinglarmi? Deyiladi ularga. Akafartum fa huzifa al-fa'u wal qawlu jami'an lil ilmi bihi. Akafartum degani nishada ashulaga deyiladi. Fayqalu degan gap bor nishada deydi. Lekin bu sözning siyoqidan, o'ramidan biz uni tushundigan bo'lg'achqa, aniq chiqib turganlik uchun fayqalam davjumi deydi. Bu Qur'on Karimda nechada o'tdimi shunga o'xshash. Ya'ni fammalladina swaddat wujuhum fayqalu lahum akafartum ba'da imanikum demakchi. Wal hamzatu lit-tawbih wa at-ta'ajjub min halihim. Akafartum iman etgandan keyin unda kafir bo'lib ketamsizlar deb bu hayron qolgandek. Ya'ni uni qabul qilolmagandek hozir. G'alati bir qiliqdek bu. Taaccüb ma'nosi va yoki kayishimdi. Bundan qilamsa deb kayg'anlikni bildirdi. Ba'da imanikum iman etgandan keyin deganni yawmal mithaqmi deb qo'ydi. Ya'ni qalu bala deb iman etib boshda. Mithaq degani shu. Fayakunu al-muradu bihi jami'ul kuffar. Undan keyin kafir bo'lib ketganlar birisi bo'lib qolsa, mush maqsad deydi. Umumni bildirdi. Chunki yawmal mithaq qalu bala deb iman etgan, endi dunyo tangan bo'lganki akafartum ba'da imanikum deyiladi bizga. وهو قول أبي رضي الله عنه وهو الظاهر. أبي بن كعب رضي الله عنه تفسيري كما يعني يوم الميثاق دينا وهو الظاهر دينا مش ما ترجيح برقانش تفسير واسع وهو الظاهر ده مؤلف ترجيح لوتو يوم الميثاق يعني قيامت günü mü? Ya şu insanlar yaratılıştan ilgili arvahla dünyasıda hem şu dünya kılgan insanlar ruhiga kitap kılıp özünü etiraf qilib Amsa men Parvardigorim bo'lsa, Parvardigorim. Amsa tanmaysan juma dunyoga ma'qul. Tamam, dunyoga kelgandan keyin tandı. Shuna bu tanishni shun kafir deymiz. Chunki burun bu iman etib bo'lgan. Iman etgan, tunigan. Ki ma dunyoga kelgan tunigan ekan, xuddi qazi bermay tunigan odamligidek bu kafir bo'lib ketdi deymiz. Ilgirki darsga qatnashmaganlikmiz. Tamam? To'g'ri. Mavzu Peygamberlerin öğretişi. Peygamberlerin öğretişi aşından ahdini unutup kalmay, esletip, agahlandırıp, fulqıda gin qilib unda ana eslep to dozaq şirkisi deb nima qilish iborat. Agahlandirish iborat. Rahmatulloh. Rahmatulloh. Bo'lmasa insonning
asli tigilmisda kullu mavlud yuladu alal fitra. Lakin asli fitra degan nima? Ashu burun ruhlar dunyosida Alloh taolaning tuniydigan holat edi bu. Shu holatda yaratildi dedi. Inson bo'lib dunyoga kelgan gap. Endi dunyoga kelgandan keyin bu sog'lom tabiati bilan maktabning, otizmning, uning buning, televizorning, uning nazariyalari kalasi qo'yishayotmagan holatda sap hosil bo'lsa, bu Alloh taolaning qachida yurki aqli tuniydigan holatda bo'ldi. Chunki anda har xil fikr erkinlik bo'lgan ekan, bu oyda tunmaydiganroq bunda bo'lib qoladi. Shu fitra degan gap. Asli yaratilgan tabiatida Alloh taolaning tuniydigan holatda yaratildi. Sadece anısı ya ki mektep bu andın tesir gösterip nasara o tabiatını çıkarıp Yahudi Nasara ateist komünist terbiyeleydi. Ev humul murtaddun ya ki murtad olup ketkenler. Çünkü bir kıdım iman etip kim yenip ketti o bular. Bazı imanıkım degene şunu şudur demek. Evvel munafikun ya ki münafıklar. Yani bular irzaki olsun bir iman etkendekin. Keyin g'achchida yana nega borgan ekan o'zining guruhiga borgan ekan g'achchitini olgandek. Bu munafiqon degan mushtafsir Hasan al-Basriydan rivoyat qilingan. Ay akafartum batinan ba'da imanikum zahira. Tashqi ko'rinishda iymon etgandan keyin ichki jihatdan kafir bo'lib ketamsizlar degan tariqa. Aw ahlul kitob. Yoki buningdan maqsad ahli kitobdir. Akafartum ba'da imanikum. Burun masalan Musa alayhisalomga, Isa alayhisalomga, Tavratga, Injilga ishongan bo'lar. Endi Muhammad sallallohu alayhi vasallam kelgan chaqda g'achchida tinib tura olamsizlar? Va kufruhum ba'dal imani takzibuhum bi rasulillahi sallallohu alayhi vasallam. Iymon etgandan keyin tinilishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yolg'onga chiqarganligi, ishonmay turganligidir. Ba'da i'tirafihim bihi qabla maji. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlik iyatisi ilgari bunda bir payg'ambar keldi, biz unga agishimiz, bayroq ostida jang qilib mush arablarni adablaymiz deb bunda e'tirof qildi. Rasululloh kelgandan keyin g'achchida tinvaganligi kufr ba'da iymon bo'ldi deydi. O'zimizdan chiqdi o payg'ambar deb o'ylayotgan-da ular. Yo'q, o'zimizdan chiqdimi? Ashadiki shu arablardan chiqdi deydi. Chiqsa biz shunga agishimiz deb atoydan ishga berib, yerlashib, saqlab turganlar, shunda yaxshi niyat bilan saqlab turgan. Bir muddat o'tgandan keyin unachi avlod almashib qilgandan keyin uning endi o'salliq taqmay ig'irlashib, keyin Rasululloh aytilgan chaqda ular hasad qilish degan shu binasini bilib turib endi o'salliq qilgash bormi? U binasini bilsa, qat'iy unda o'salliq qilmaydi degan gap to'g'ri emas. Ya'ni ular biladi shu payg'ambarlikni. Lekin shu o'sal bo'lgandan keyin unda masalan nurg'un doktorlar bor dunyoda. Doktorning 50% tamak chekadi. Ziyallikni biladi shu. Bizdan chiqib kelib asar olmoqlar. Shu an ko'ranmaganligim. Payg'ambar bo'lib ketamiz, biz shunga agishamiz-mi? Ana nechse bizning qo'limizga bunda riyosat yoki bunda podshohlik ketib qolarmi deb hamma so'zning har xil g'arazlari bilan agashmay turib olgan. Chunki Qur'oni Karimda hasadan min anda anfusihim deb aniqladi. Faduqul azaba bima kuntum takfurun. Bunda iymon etgandan keyin tanamsizlar, unda bo'lgandan keyin famshada, unda qilgandan keyin shu kufrlik qilgan qilmishinglar sababidan azobni tetanlamasa. Yani xuddi o'shada fayuqalu lahum deganda nima bormi? Fayuqalu lahum akafartum ba'da imanikum va ba'dalika yuqalu lahum faduqul azaba bima kuntum takfurun. Yani mushu qachanda shunda deyildi, mushularga. Mush yevm qachonmi shu? Qaysi vaqt? Her insanın sahibisi okulduğun çağda pıktı, vaktin mizan da pıktı. Andın hamma ümmet özünün aşı ibadet kılanımızın ağırın mənla degen çağ deyilipti. Lekin her bir mevkufta indi deyilishi mümkün. Her bir sorunda, her bir meydanda indi deyilishi mümkün. Allahu alam. Demek ki yevme tabyadducu ve tasvedducu degenge münasirlik yana şu bayadul vajh'nin haqiqiy ekanligiga münasirlik hadis var. إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. Demek tart ağalla, tart azalar qo'laymiz yüze nur yig'ib turgan holatda bunda qo'budi qiyomat kuni. Yani kim bu mu shu yawma tabyaddujuhum munosabatlik. Yani haqiqiy aqliqni bildiradigan ma'no xudoshon. 107-oyat. Fammallazina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Hamda yüzleri aqirib ketganlar bo'lsa, ular Alloh taolaning rahmati ichidadir. Yani rahmatini azir fa fi ni'matihi deb tafsir qildi. Yani ne'mati ichida demakchi. Yani ne'mati nima? Jannat. Xuddi bu ta'bir bil hal anil mahal. Xuddi majaz o'xshash,
rahmat ne'mat naditda jannat deydi. Demak jannatga bir narsaning ismini atab bunda iborat so'zi. Fafi jannat demakchi. Lekin jannatda shu Alloh taolaning rahmati bilan, tafaddul bilan jannat sizdan bo'lgan ekan. Va hiya savab al-mukhalladu. Mangulik bo'lgan savob desa, ya'ni shu jannat demakchi. Thumma istanafa faqala andan yana boshladin bu so'zni davomlashtirib hum fiha khalidun la yad'anuna anha va la yamutun. Unda o'lab qolmaydi, uningdan ko'chapmi ketib qolmaydi, mangu qolg'uchilardir dedi. Ana fi rahmatillah degan bu so'zda xuddi hamda Alloh taolaning jannatiga kirish, Alloh taolaning tafaddul, rahma, ihsoni bilan sidqaligi ishorat qiladi. Fi rahmatillah va fadlihi. Avval qaytda fiha xolidun demasdan keyin qayt qariz bo'lganlarni uzoqda mangu qoldi deb ayt demeli. Jimida mumkinchiligi balki hamda gunohga loyiq kuchini tutgandan keyin jannatga kirishi mumkin. Alloh alam. Xolidun demida boshqa oyatlarda bor xolidun. Lekin hamda jannat bilan do'zaxning mangu qilishida olimlar ko'z qarashi o'xshamas. Ba'zilar yo'q bu do'zax mangu qilmaydi. Xuddi ma'damat samawati val ard ma sha rabbuk endi Imom Ibn Taymiyya ham endi mangu qilmaydi deydi. Yoki ikkini ayiradi. Jannat bilan do'zaxni ayiradi. Lekin Imom Ibn Taymiyya do'zaxni mangu qilmaydi degan. Jannat bilan do'zaxni ayiradi. Do'zaxni illa ma sha Allah degan oyatlarga asosan degan. Ham xulud degan so'zni hamda mangudan bir xil nisbiy mangulik deb qarash mumkin. Yoki hum fiha xolidundan bunday emas. Va ammallazina biyadat wujuhum fa fi rahmatillah degandan keyin bu Alloh taolaning rahmatida bu qanda turdi bu desa, xuddi endi bir savol bordek, o'sha savolga javob bergandek hum fiha xolidun. Yoki bu Alloh taolaning rahmatida qancha muddat turganda, bir oy turib bunda o'zirinib chiqdanda degandek bir savol kelib qolgan bo'lsa, shuna javob berayotgandek hum fiha xolidun yoki mangu qalamda uningda degan savol bo'lgandek uningga javoban hum fiha xolidun degandek. 108-oyat tilka ayatullohi natluha alayka bil haqq va mallohu yuridu zulman lil alamin. Ana shular Alloh taolaning oyatlaridir. Sana haq ravishda, haq bo'lgan holatda o'qib berayotimiz deydi. Tilka ayatulloh al-waridatu fil va'di wal va'id va g'ayri zalik. Ashu tahdid taqdir kelgan, mukofot va'da qilgan oyatlar, buningdan boshqa oyatlarning hammasi Allohning oyatlaridir. Biz uni sana o'qib beramiz. Mutalabbisatan bil haqq, ya'ni haq bo'lgan holatda. Demak, misol mutalabbisatan desak, ayatullohni demakchi. Allohning oyati haq bo'lgan holatda biz sana o'qib beramiz dedi. Yoki natluha alayka nahnu mutalabbisina bis-sidq desak bundan. Biz o'sha haqni so'zlagan holatda o'qib beramiz. Wal adlu min jazaa'il muhsin wal musi. Bil haqqina adl deb tafsir qilgan gap. Ya'ni yaxshilik qilgan, yomonlik qilganlarga adillik bilan jazolagan holatda o'qib beramiz degandik. Wa mallohu yuridu zulman lil alamin. Adolat degan gapni hozir ma keyinginimizda shunda shundan chiqib turdi mana. Alloh taolo hech kimga zulm qilishni xohlamaydi degan oyatga haq degan shu adolatga demoqchi. Ay la yasha'u an yadlima huwa ibadahu fayakhudhu ahadan bighayri jirmin yoki jurmin. Ya'ni Alloh taolo bandidan hech kimga zulm qilishni xohlamaydi. Zulm qilib ondan jinoyat qilmasimi birisini unda azoblaydigan ahvol yo'q. Jurm degan jinoyat demak. Shuni jarima deymiz-ku, mujrim, jaraim degan. Ev yazida fi iqabi mujrim yoki bir jinoyatchini ortiqcha jazolatish yo'q. Ev yunqisa min savabi muhsin yoki yaxshilik qilgan birisining savobini kamaytiradish yo'q. 109-oyat. Walillahi ma fis samawati va ma fil ard va ilallohi turja'ul umur. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi, narsa deganning ichida hamda shunda aqllar, g'ayri aqllar hamma narsa jamoatlardan tortib hammasi yolg'iz Alloh shullanadi. Yani igidachiligimi, yaratish jihatimi, tasarruf qilish jihatimi, hammasi Alloh taolaning ilkidagi narsalar. Va ilallohi turja'ul umur. Ishlarning hammasi Allohga qaytadi. Nishadimi? Hasr va taqdimul jar lil hasr. Asli turja'ul umur ilalloh deganda. Taqdim va ta'khir nishada hasrni bildirdi. Endi va ilalloh deganda izhar va al-izhar fi mawdi' al-idmar. Çünkü velillahi ma fis semawati va ma fil ardi va ilayhi turja'ul umur desin bo'ldi. Shama Alloh taolaning lafzi zikr qilingan bo'lgan ekan.
Lekin bu yerda Alloh taolaning ismini yana qayta aniq atadi, damir ekanmay. Ya'ni bu Alloh taoladan da qo'rqish uchun, hayvat qilish uchun ekan bo'lishi mumkin deyilib chiqdi. Yoki ta'kidlash uchun fayujazil muhsina bi ihsanihi wal musii'a bi isaati. Demak, shunda qaytgandan keyin Alloh taolo yaxshilik qilganlarga yaxshilikqa loyiq jazo berdi, mukofotlaydi. Yomonlik qilganlarga qilgan yomonlikqa loyiq jazo berdi. Tarji'u Shami va Hamza va Ali va ilallohi turja'u al-umur deganni tarji'u deb qiraat qildi. Kim? Sham qorilari, yana Hamza va Ali. Ali degan kim? Al-Kisai. Ali al-Kisai. Mushular va ilallohi tarji'ul umur deb qiraat qildi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.